Afsuski shunaqangi holatlar ham uchrab turadi. O'zida o'smalar, raklarni aniqlab turamiz. Mana bu yerda taloqqa metastaz bergan. Taloqqa metastaz bergan, jigarlari toza. Jigarda hech qanaqa metastaz aniqlanmayapti. O'zida aniqlanadigan metastazlar ko'rinmayapti hozircha. Lekin talog'ida mana katta metastazlar aniqlanyapti taloqda. Bunaqa metastazlar ko'pincha ichaklarda uchraydigan rakdan taloqqa yoki jigarga, buyrakka metastaz beradi. Mana shunaqa holatda aniqlandi. Bemor onkologiyaga yuborildi. Shuning uchun biz tekshirganimizda taloqni обязательно ko'rishimiz kerak. Taloqni yaxshilab ko'rishimiz kerak. Ichakda rak